o'zim zudno'yman. Zudno'yda aytaman-da, kasallik kelgan patsientlarimizga to'g'ri tashxis qo'yib bermasak, o'sha tashxisimiz orqali biz polniy noto'g'ri ishga ketamiz. Hayot ham shunaqami? Menimcha shunaqa. Hayotda ham o'zimizni yo'lda to'g'ri tanlab olmasak, butun hayot buziladi. Va ota-onam, ularning ota-onalari, opa-qizlarimni aytaylik, o'shalar ular ham umrini oxirigacha ishlab o'tib ketishgan. Aslida hayot qanaqa o'tkazishimiz kerak? Biz ham umrimiz oxirigacha ishlab o'tib ketish bilan tugamasligi kerak-ku. To'g'ri yashayman desang, yaxshi yasholmaysan, yaxshi yashayman desang, to'g'ri yasholmaysan. No. O'zimda qiynab turgan narsa shu. Men to'g'ri yashaganim yaxshi yashaganim. Ili to'g'ri yo'l bilan normal yashab ketish mumkinmi? Men shu ko'zim yetmay qoldi. Har kuni bitta nimadir bor, pasport chiqadi-da. Tugamaydi shu narsa. Ishlamagan kunim pulam tugaydi. Men shu hayotda ketilyapti-da.